emasda mana bugun yana bir yurtdoshimizni xonadoniga zamonaviy ko'sh paneli o'rnatmoqdamiz. Ustalarimiz tez va sifatli ishlash jarayonlarini ish davomida ko'rib borishingiz mumkin. Doğru ki. Birisini aşağı takalım koyalım. Assalomu alaykum aka. Nima uchun quyosh panellarni tanladingiz? Quyosh panellar tanlashimdan maqsad avvalo o'zimni ehtiyojim uchun ishlatiladigan ro'zg'orga ishlatiladigan xolodilnik kirmoshni kondisionerlar uchun tanladim. Undan oshganini qo'shimcha daromad davlatga sotmoqchiman. O'rnatish jarayoni sizda qanday taassurot uyg'otdi? O'rnatish jarayoni mana ustalar kelib ertalab kelishgan. Bu narsalarni hamma materiallarni to'liq o'zlari olib keldi. Hech qanaqa menga nimasi tushmadi. Ular sifatli joy-joyida qilib, mana chiroyli qilib o'rnatishdi tepa tomlarga. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat. Juda sifatli, tez bo'ldi ama. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Boshqalarga ham tavsiyam uyda ehtiyoj uchun orqali qo'shimcha daromad bo'ladi. Ikkinchidan uydagi ro'zg'orlarga ro'zg'or buyumlarini ham mana shunda foydalanamiz deb qildik. Bu boshqalarga ham tavsiyam shu. O'rnatsa yomon bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Rahmat aka.